Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib boruvchi hojatalar, hojanalar, akalar, opalar, singillar, safardagi birodarlarimiz, hamyurtlar, xudo xolasa yana bir yangi obyektda xizmatdamiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu obyektimizning joylashgan joyi Namangan viloyati Toshbuloq tumanida, qadrdonlar, Xonobod qishlog'ida. Bu obyektimizda 3 yil oldin kelib penalomboz bilan yopib bergan edik. Materiallarimiz pastidan ko'rinib turibdi. 250 kvadratdan ziyodroq joyga hozir pena beton quyib beryapmiz. Qadrdonlar, mana koridori o'ng tarafdagi, chap tarafdagi xonalarni pena beton lomboz bilan yotqizib chiqib, endi bu tarafga ustakilarimiz sepishmoqda. Bu obyektimizda bu xonasini ham qildik. Xudo xolasa, ashi poldi o'rniga, stashkan o'rniga pena beton stashka quyib beryapmiz. Qadrdonlar, pastiga zasipkasini to'ldirib, shibinini tashab akalarimiz zichlab berishgandi. Xudo xolasa, lazerga iplarni qo'yib, endi pena beton lomboz quyib beryapmiz. Quyilishidan to'g'ri sizlarga ko'rsataman. Mana shu joyda xizmatda, qadrdonlar. Endi jo'natdik, hozir temp qo'shadi. Tashqariga chiqamiz, ish jarayonlarini ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bu tarafda zapravka qilib, zakatopka qilib mahsulotimizni jo'natishyapti. Darvozadan kirganda mana shu ko'cha tarafga qaratib, mana shu joyda qadrdonlar bitta katta zali bor. Mana shu joyda zalning orqasida bu tarafida addenna hojatxona hammom, bu tarafida addenna hojatxona hammom. Ikkita xo'jalikka mo'ljallab solishyapti ekan, ikkala tarafi ham bir xil. Bu tarafi bitta xo'jalikka, bu eshikdan kirganda bitta xo'jalikka. Yasin 450 marka sementlarimiz kelgan, sementlarni yorib ish jarayoniga tayyorgarlik. Bu joy ozgina shovqinroq, shu sababli ichkariga kiramiz. Apparaturlarimiz, qadrdonlar, pena konsentratlarni zapravka qilishyapti. Bu obyektimizda mana shu polnist tomiga pena lomboz quyib berganmiz. Bu tarafda bitta podvalli xonasi bor. Bu joyda obyektlarni qildik. Suvni bu tarafdan olganmiz. Mana shu joyda plitasi bor. Qadrdonlar, xudo xolasa, shot yo'q ekan, shotini ham harakatini qilib tepaga chiqib, tepadagi oldin quyilgan tomimizni ham video qilib, videolar davomida joylaymiz, xudo xolasa. Bu taraflari ham shibillarni to'kib, zakatopkani qilib qo'yishgan. Bu joyda motori bor. Mana shu joy hammom, hojatxona aytganimdek. Bu tarafda ham bitta xona, bu joylarga quyib o'tib ketganmiz. Narigi tarafdan koridori. Video davomida ish jarayonlarini imkon darajada qo'yishga harakat qilamiz. Apparatlarimiz ustakilarimizga qarashib, yo'yishib, bular bilan birgalikda, ustalarimiz bilan birgalikda ishlab turdik. Shu sababli videoni ham obyektimizga kelib ish boshlagan mahalda emas, ozgina ishlarni yo'lga solib, hammasi joyida bo'lgandan keyin boshladik, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tibor uchun rahmat hammaga. Sog' salomat bo'linglar. Endi nari tarafga ustakilarimiz oldiga chiqamiz. Tekstler turlicha paslavor.
Yana bir bor assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa Namangan viloyati Namangan tumani Xonobod qishlog'idagi yana bitta katta obyektimizni beton stashkasini tugatdik. Qadrdonlar, bu obyektimizga oldin ham xizmatga kelganmiz. Videoni boshida ham aytdim, tomlariga penalomboz yopib bergandik. Bu penalombozni ham bir qator obzor qildik. Xudo xolasa bundan keyingi videoda u videoni ham qo'yamiz. Tekizliklarni ham ancha yaxshi qilib chiqarib berdik. Ko'rishlaring mumkin. Betondan stashka xizmati. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda turgan telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 250 kvadrat atrofida joyimizda Xudo xolasa trail tarzda yakunlab berdik. Qadrdonlar, ko'rishlaring mumkin. Hurmatli bizni YouTube'da kuzatib boruvchi obunachilarimiz, endi uy egalari Hoji bobomning oldilariga borib, Hoji bobomdan bitta duoni qaytamiz Xudo xolasa. Salomat bo'linglar, qadrdonlar. Hoji bobo endi bitta duo berasiz Xudo xolasa. Obunachilarimiz bilan salomlashib qo'ysangiz ham mayli. Assalomu alaykum obunachilar. Bu bolani nafaqat ishi, o'zi ham bir nima bola ekan, ish sifatlik. Qildirgan odam kam bo'lmaydi. Parvardigor ko'p qator ishlarni rivojib berib oldi bo'lsin. Alloh akbar. Hurmatli bizni YouTube'da kuzatib boruvchi hoji buvalar, hojonalar, akalar, opalar, singillar, boshqa proyektlarda sizlar bilan ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Obyektimizning umumiy holatda ko'rinishi. Xudo xolasa bitgandan keyin ham hoji buvam eslab ko'rib yuradilar. Sog' salomat bo'linglar, qadrdonlar.